Xo'sh, mana hamma narsalarni oldim. Hammaga salom do'stlar. Men sizlar bilan Kompot. Mening yangina videoyimga xush kelibsizlar. Men hozir qishloqlar bilan lagerga ketyapmiz. Ya'ni dam olishga. U yerda biz baliq tutamiz, marshmallow pishiramiz, ovqat tayyorlaymiz. Короче, shunday qilamiz. Mana qana men hozir qishloqlarni chaqiraman. Sizlar bilsanglar mana ertalab ketamiz, keyin tunda erta yotib qolamiz. U yarim qishloqlar chodir oladi va men baliq tutishga narsalar, mana hozir men sizlarga narsalarni ko'rsataman. Mana men shunaqa narsa oldim. Buni bilasiz, bu короче shunaqa narsalarni oldim. Bu bolta kerak bo'ladi, bu fonar kechki payt yurishimizga. Bu yotadigan, bu marshmallow, короче shunday qilib, bu go'sht. Buni pishiramiz. Unda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Qishloqlar, keldinglarmi? Ha, salom Kompot. Короче, biz bormaydigan bo'ldik. Nimaga? Men uni qidirishim bo'yicha u la'natlangan lager ekan. Qanaqa la'natlangan? Menga aniqroq tushuntirib beringlar. Siz axir biz rejalashtirdik-ku. U yerda odam o'lgan ekan. Qanaqa odam? Sizlar nima deyapsizlar? Do'stlar, bu nima deyapti? Короче, u yerda turistlar yo'qolgan ekan o'sha yerga borib. Qanaqa turistlar? Sizlar menga nima deyapsizlar? Men sizlarga tushunmayapman, do'stlar. Qishloqlar. Biz ro'satyapmiz, ularni politsiyalar vertolyotda qidiryapti, lekin hali meni topishmaydi. Menga unaqa ertaklaringizni gapirmang. Men axir biz kechadan beri reja qilayotgandik-ku boramiz deb. Kompot, sen bizga ishon. Menga farqi yo'q. Men shundoq ham boraveraman. Kompot, unday qilma. Men sizga aytyapman. Men ishonmayman sizlarga. Mana tun tushyapti. Biz ertaga bormoqchi edik-ku. Kompot, u yerda turistlar yo'qolgan ekan. U tashlandiq lager ekan. Qanaqa tashlandiq? Men sizlarga ishonmayman. Aytyapmiz-ku, u yerda hali politsiyachilar hali topolmagan ekan u turistlarni. U yerda har xil ovozlar eshitilar ekan. Qanaqa ovozlar, qanaqa nima deyapsizlar? Men sizlarga tushunmayapman. Kompot, o'zing bilasan. Mayli, men shundoq ham o'zim boraman sizlarsiz. Unda sizlar bormaskansizlar. Yo'q, Kompot, unday qilma. Qilaman. Sizlar men bilan bormaskansizlar. Biz baliq tutmoqchi edik u yerda. Kompot, unday qilma. Iltimosim borma. Axir u yerga borganlar qaytib kelmagan. Men qaytib kelaman. Ishoninglar qishloqqa. Kompot, mayli, o'zing bilasan. Mayli, men o'zim bilaman. Undan ko'ra sizlar yotinglar, dam olinglar. Men ertaga boraman. Borma. Boraman baribir. Mayli, o'zing bilasan. Men ertalab bormayman. Hozir boraman. Kompot, unday qilma. Men o'zim bilaman. Sizlar boringlar. Men hozir narsalarimni tayyorlayman. Mayli, o'zing bilasan. Biz unda uxlaymiz. Mayli do'stlar. Qishloqlar, mayli uxlanglar. Men unda hozir tayyorgarlik qilib men u lagerga ketaman. Do'stlar, qishloqlar o'zicha erta gapiryapti. Aytgancha 5 ni qo'ysa necha bo'ladi? Men tushunmayman. Xo'sh, mana kommentga yozib qo'yinglar. 5 + 5 = necha bo'ladi? Mayli, hozir unda men ketdim. Xayr qishloqlar, men ketyapman. Unda Mayli, o'zing bilasan, biz senga ogohlantirdik. Xo'sh, mayli, unda men ketdim. Mana narsalarimni oldim. Bu yerda chodir, shunaqa narsalarni oldim. Mayli, xayr Kompot, seni boshqa ko'rmasang kerak. Nima deyapsan? U yerda har xil ovozlar eshitiladi, qarg'alar bor. Mayli, menga farqi yo'q. Men u yerda dam olishga ketyapman. Sizlar bilan ishim yo'q. Mayli, xayr Kompot. Xayr, ko'rishguncha. Ko'rishmasak ham kerak. Mayli, xayr. Mayli, ertaklaringni o'zinglar gapirib o'tiraveringlar. Do'stlar, o'zlaricha ular menga nimadir deyapti. Men ularga tushunmayapman. Mayli, men unda o'zim boraveraman. Men yo'lni bilaman. Bu yerda hozir 3 ta gul chiqish kerak. Shu yerdan keyin to'g'riga ketaveraman. Mana 3 ta gul bu yerda turibdi. Endi men hozir to'g'riga ketaversam, u yerda lager bo'ladi. Biz u yerda dam olamiz. U yerda turistlar bo'ladi. Mol, sigir, qalaysizlar? Qana bu yerda
Qanaqadir ovozlar eshitilyapti. Men bal mana do'stlar, men kelyapman. Hozir bu yerda tepadan ko'rsatyapman. Iltimos naushnikda eshiting. Do'stlar, mana keldim. Qanaqadir ovozlar eshitilyapti. Mana men hozir narsalar fonarimni yoqib olay. Do'stlar, sizlarga eshitilmayotgan bo'lishi mumkin, lekin menga qarg'alarni ovozi eshitilyapti. Qishloqlar rost gapirdimikin, men bilmayapman do'stlar. Mana bu yerda nima? Bu yer nimaga bu yerda to'siqlar qilib qo'yilgan? Bu yerda rost aytishdimikin qishloqlar, men tushunmayapman. Fonarim o'zidan o'zi o'chib qoldimi? Mana bu yerda mana yonma-yon. Nima? Bu yerda qon. Nimaga bu yerda qon turibdi? Do'stlar, qishloqqa rostini aytdimikin, men tushunmayapman. Mana bu yerda sandiqlar. Mana bu yerda odamlar dam olgan mana. Nimaga bu yerda qon yoki bu hot-dog tayyorlayotganda ketchup oqib ketgandir. Mayli, qani hozir qolgan joylarni ham ko'raylikchi. Bu yerdan ham qon. Yo'q, qon emas, ketchup deyarlik. Mayli. Unda bu yerni ham ko'raylikchi, hech narsa yo'q. Mana qanaqa qo'rqinchli joylari bor, o'zlaricha aytadi. Qishloqlar ham mayli. Men narsalarimni sog'ib olsam, yonma-yon yana fonarim o'chib qoldimi? Tushunmayapman men. Mayli. Unda men hozir chodir narsalarimni qo'yib olib, bu yerda dam olaman do'stlar. Mana bu yerdagi narsani o'zimni kira narsamni qo'yib qo'yaman. Buni olib tashlaymiz. Buni qildik. Mana o'zimnikini qo'yib oldim. Endi men bu yerlarni ko'raylik. Yonma-yon. Nima bu do'stlar? Nima bu? Yonma-yon do'stlar. Bu menimcha turnik bo'lsa kerak. Uni to'g'ri o'ylamaylik. Bu yerda qon. Nimaga qon bu yer ham mayli. Men tushundim. Bu yerdan bunday qilib osiladi, keyin bu yerda mashq qiladi do'stlar. Mayli. Endi men hozir narsalarni yoqib o'tiraman bu yerda. Qani bu yerda sandiq bor ekan, qani unda buni ochamiz. Qani bu yerda nima? Bu suyak. Menimcha bu yerda kuchuklar bormi? Bu yerda suyaklar bor. Menimcha buni kuchuklarga turistlar bergan bo'lsa kerak, bu bo'rilarga. Mayli. Mana bu yerga qo'yib ko'ramiz. Bu kuchuklar uchun suyak bo'lsa kerak. Mayli, endi men hozir narsalarimni qo'yib olaman. Buni olovni yoqamiz. Qani mana bu narsalarni olib tashlaylik. Hozir keyin qo'yib qo'yamiz shu yerga. Qani mana. Do'stlar, mana yonyapti. Endi bu yerda yana atroflarni qarab ko'raylikchi. Hech narsa yo'qmikin? Qishloqlar meni aldaganikin yoki qanday qilib o'chib qoldi do'stlar? Bu olov nimaga o'chib qoldi? Chota shubhali. Qishloqlar menga prank qilmayaptimikin? U yerda har xil narsalar bor. Nimadir dedi, hozir esimga kelmayapti. Qishloqlar nima dedi? Har xil ovozlar eshitiladi, olovlar o'chib qoladi degandek bo'ldi. Mayli, hech narsa yo'q-ku bu yerda do'stlar. Hech narsa yo'q. Mana qishloqlar menimcha prank qilayotgan bo'lsa kerak bu yerni. Do'stlar, mana hech narsa yo'q ekan bu yerda. Do'stlarim, men ozgincha qo'rqyapman. Yonma-yon yana o'chib qolibdi bu. Nimaga o'chib qolyapti bu? Mayli, qani hozir yoqamiz. Qoch. Qarab o'zim yonib ketardim. Bu yerlarni tozalash kerak, lekin hozir men tozalay olmayman. Mana bu yondi. Nimaga o'zidan o'zi o'chib qolyapti? Bu yerda shamol bo'lmayapti. Mana короче, shunda gugurt yo'q, unda gugurt qishloqlarda edi. Men hozir marshmelloni pishirib yeb o'tiraman do'stlar. Qani kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Unda mana qarchi mana pishiryapman. Do'stlar, yonma-yon nimadirlarni ovoz kelyapti.
Eshitdinglarmi buni yoki men o'zimga eshitilyaptimikin? Mana pishdi, hozir yeymiz. Вообще zo'r ekan. Unda yana pishiramiz. Qani hozir bu yerdan olsak, mana qani yana pishiramiz. Qani marshmelloni yonma-yon nimadirlar. Qoch. Kimsan? Hozir men seni o'ldiraman. Yo'q, menda qo'limda boltam bor. Ey, bu yerga kel, men politsiyaman. Men senga ishonmayapman. Sen nima qilyapsan? Meni qo'limda bolta bor. Hozir o'ldiraman seni. Ey, men senga yordam beraman, men politsiyaman. Sen men tushunmayapman. Sen menga yordam berasanmi yo'qolgan turistlarni topishga? Sen meni qayerdan topding? Men yordam bermayman senga. Bu yerda olov yonib turganiga bu yerga keldim. Yo'q, men senga yordam bermayman. Men sendan qo'rqyapman. Ey, mendan qo'rqishni hojati yo'q. Sen menga majbursan menga yordam berishingga. Yo'q. Men senga yordam bermayman. Sen kimsan o'zi? Aytyapman-ku, men politsiyaman. Nimaga unda oyog'ing qon? Meni kuchuk tishlab oldi. Qanaqa kuchuk? Nimaga ko'zing qip-qizil? Buni aytish hojati yo'q. Men просто odatiy hol. Men tez yo'qol bu yerda. Men bu yerga dam olishga keldim. Qanaqa dam olasan? Sen menga yordam berasan. Yo'q, sen manyakka o'xshayapsan. Yo'q, qanaqa manyak. Sen menga yordam berishga majbursan. Yo'q. Bo'pti, mayli, unda yordam beraman. Senga nima qilish kerak? Turistlarni topamiz, kelamiz. Qanaqa turist? Men senga ishonmayapman. Menga ishon. Isming nima seni? Ismim Kompot. Kompot. Isming g'alati ekan. Sen o'zing g'alatisan. Mayli, men hozir do'stlar buni orqasidan ketyapman. Bu nima qilyapti? Men tushunmayapman. Fonarim yonmayapti. Nimaga yonmayapti? Fonar senga kerak emas. Sen bilan yur. Yo'q, men mayli orqangdan yuraman do'stlar. Mayli orqasidan yuramiz. Kelyapsanmi? Ha, ketavering. Men hozir kelyapman mana siz oldingizga. Mayli, yuravering bu yerdan. Yuravering, ketavering. Yuraver. Mayli. Do'stlar, hozir 1, 2, 3 qochib ketamiz. Ketdim men 13-qishloqga. Men bundan qo'rqdim. Mayli, men ketdim. Loy. Mayli, u meni ko'rmay qoldi. Men endi qishlog'imizga ketdim, do'stlar. Bu yerda hech narsa. Bu nima? Bu qabrmi? Do'stlar, bu nimani qabri? Yo'q, do'stlar, bu qabr ekan. Men qo'rqyapman. Bu qanaqa belgi menga? Yo'qol. Ay.